Salom sizlar bilan Ozodbek Ronaldo. Obuna o'qinglar. Bugun shunaqa Minecraft o'ynaymiz. Oddiy Minecraft emas, lavali oralda yashab qolishimiz kerak. Sizlardan bittayim iltimos hozir like bosib qo'yinglar obunachilar. Obuna bo'lmaganlar, davay obuna bo'ldim deb patishga qilib yozib ketinglar. Kommentga keyin like bosib qo'yinglar. Hamma video chiqadi. Ular ko'p prosmotrlar yig'ib ketadi obunachilar. Bizniki 53 ta odam ko'ribdi-da birinchi videomni. Ammo 5 ta dona like yig'ibdi. Endi bo'lmaydi-da obunachilar. Like bosib qo'yinglar endi. Shuncha harakatimiz uchun. Hal bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Faqat obuna bo'lsanglar. Davay obuna bo'linglar, kutib turaman, davay. Like bosinglar, davay videoga. Davay, men ular sinab ko'raman. Chiroyli turibdi. Hamma ko'radi-da, like bosib ketishi unutishadi. Obuna bo'lishmaydi. Hech bo'lmasa like bosib ketinglar. Birinchi videom ham vashim kam prosmotr yig'ibdi-da, like yig'ibdi. Vashim kam like-da obunachilar. So'nggi apokalips videoni olaman hali. Videolar ko'payishga boshladi. Tezroq harakatimizni qilishimiz kerak obunachilar. Like bosishni unutmanglar iltimos. Shuncha harakat sizlar uchun. Mana shuncha avtomat xohlagan videolar aytib ketinglar. Men harakat qilaman olishga. Qila olaman ham, davay. Ketdik videoga. Mana keldik. Mana hozir lavalar ko'rdinglarmi, ko'paydi. Ko'payapti. Tez tepaga chiqib qolishimiz kerak. Hamma ko'radi-da, ammo like bosishni unutadi-da. Mana mashinalar bor, mototsikllar bor. Men haydab ham ko'rsataman. Mana hozir. Ko'rdinglarmi obunachilar? Tezligi ham normalniy. Avtomatlarimiz bor. Xohlagan videolar aytinglar, nima qilay, kommentga yozib ketinglar. O'sha qilsam davay, xohlaganinglar yozib ketinglar va qilaman. Qilishga harakat qilaman, ammo qila olaman-da obunachilar. Nima tortishni o'rgating yoki qanaqa qilib nima qilishni aytinglar, o'zi qilib beraman. Mashinamiz ham bor, yaxshi. Qayiqlarimiz bor, suvga tushishni maslahat beringlar, chunki hozir bu yoqlar lavaga aylanib ketadi suv. Ishoninglar. Nezirit bo'lib turibdi-da, chunki suv bilan lava aralashsa, nezirit bo'lib turadi. Shunday tagiga nezirit. Tis degan ovoz shulardan chiqadi. Nezirit bo'lyapti. Ko'payishyapti. Maqsadimiz uy qurish va kuchayish. Shu video 6 ta like dan keyin chiqadi obunachilar. 6 ta like dan keyin ikkinchi qism. Kutinglar. Kanalni zombi apokalips videosini chiqazaman, birinchi qismini. Sizlarga juda ham yoqadi. Ko'rasizlar. O'zingizlar tan beraverasizlarki, hozir ammo bitta shartim bor. Shu videoga 17 ta like yig'ish kerak. Nargi birinchi video YouTube'ga kirib video degan joyga bossanglar, Ozodbek Ronaldo deb yozsanglar chiqadi. Shu birinchi videomga videolar degan joyga kirasizlar. Keyin videomda kirasizlarda like bosib qo'yasizlar o'sha videoga. U 20 ta like yig'ish kerak. Unisi 20 ta like yig'sa sizlardan chiqmasin. Shu videoga 6 ta like. Ikkinchi qism zombi apokalips kutatekanlar. Shu bunga 17 ta, birinchi videoga
20 ta. Birinchi videoga bunga 17 ta. Biratolasi tosh qilib olamiz. Qaranglar, sizlarga ko'rsataman. Mana mototsiklga hozir otsam, jonini olib tashlaydi-da. Keyin tuxum tushadi, tuxumni o'z manga bo'ladi-da, olaman. Unda mototsikl tushadi. Mana ular ko'ryapsizlar? Suvga tushish maslahat bermayman. Ko'ryapsizlar o'zingizlar. Ikkita. Eng kuchlisi mana u. Kim bu? Bu shu prostadagi. Mana chekiga olib qo'yaylik. Bular mashina bo'lsa kerak. Endi obuna bo'lib, like bosishinglar esinglardan chiqmasin. Shuncha harakat sizlar uchun obunachilar. Obuna bo'lganlar obuna bo'lsin, like bossin. Boshqalarga o'xshab podpishka qilinglar. Boshqalar videochilari like bosdim, birinchi like mendan, ikkinchi like mendan deydi. Yozinglar, sizlar ham obunachilar like bilan anaqa obuna bo'lganlar davay. Podpishka qilinglar, o'zbeklar kuchayadi. Shortslarimni ko'ringlar, Real Madrid uchun maxsus tayyorlangan shortslar. Maxsus tayyorlangan. Keyin Ronaldo haqida ham bor. Hali Ronaldo haqida ko'proq olaman, ammo Real hozir ko'proq. Ronaldoga kamroq bo'lsa kerak. O'zim Ronaldoni muxlisiman va Real Madrid. Real yaxshi ko'ruvchilar hozir ikkita videomga ham like bosib qo'ysin va obuna bo'lib qo'ysin. Barchani yaxshi ko'ruvchilar komment yozsin. Xohlasa like ham bossin. Menga nima edi? Real Madridni juda ham yaxshi ko'raman o'zim. Sizlar uchun shuncha harakat. Endi obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Uy qursam, men taxtadan uy qurmoqchi emasman, to'g'risi. Yonib ketsa-chi, taxtadan qurgan uyim. Shuning uchun toshdan quraman. Juda ham ko'p kerak bo'ladi. Yo'q, qishloq topishimiz kerak. Qishloq topishga harakat qilaman. Topa olamanmikan? Keyingi videoda ham topishim mumkin. Keyingi videogacha 6 ta like yig'sanglar bo'ldi. Ko'p so'ramayapman. Qanaqa Minecraft ortish o'rgatay yoki nima qilishni o'rgatay yoki qanaqa videolar chiqazay, maktabmi yoki aytuvkami yoki do'stlar bilan bekimochmi, quvlashmochmi chiqazaman hammasi. Oltmish to'rt stak olay shuni. Julavalar ko'payishni boshlabdi, obunachilar ko'ryapsizlar. Ko'payib ketadi degandim-ku. Toshni ham tepaga qo'radi. Voy. Yetmadi. Oltmish to'rt stak. Quvvalay hech bo'lsa obunachilar. Oltmish to'rtta bo'ladi. Asosan ortig'i bilan oladi.
Ko'payapsizlarmi obunachilar? Xohlagan videolar yozib ketinglar. Like bosinglar esinglardan chiqmasin. Qishloq topmoqchiman obunachilar. Voy. Lavadan qo'rqish kerak. Juda ko'payib ketadi lava. Oh my god. Voy. O'tib bo'lmaydi obunachilar bo'ldi. Tepaga. Endi maqsad tepaga yurish faqat. O'tib bo'lmaydi endi yo'lga. Qayerga borsam bo'larkan. Uni tepaga uy qurish menimcha bo'ladi.